Kasbiy ta'limda kontrakti eng arzon va dars kunlari kam universitetda qaysi bilasizmi? Devon universiteti. Kontrakt $400, haftasiga 1 kunlik dars. Chumbukturib universiteti 2 yillik 100% grant, haftasiga 2 kunlik dars. Devon universiteti birinchi semestr uchun 100% grant, haftasiga 2 kun dars. Kuzgi semestr uchun kontrakti eng arzon va dars kunlari eng kam bo'lgan universitetlar uchun Global jamoasi qabullarni ochdi. Sizda topik 2 yoki SK dan 201 balldan yuqori bo'ladigan bo'lsa, ushbu universitetlarimizda bemalol maza qilib o'qib ishlasangiz bo'ladi. Hali maktab yoki kollej bitirmadim, uni ustiga til sertifikatim yo'q deysizmi? Bu muammo emas. Bizning yaqin hamkorlarimiz sanalgan bu universitetlar sizning til sertifikatingizni hamda diplomlaringizni kutib turishadi. Sizda faqat shu universitetlarimizda o'qish xohishi bo'lsa kifoya. Kuzgi semestr uchun qabullarimiz ochilgan. Siz ham aynan shu universitetlarimizda biz orqali bemalol talaba bo'lsangiz bo'ladi. Qabulga yozilish uchun hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatga o'ting va biz sizga o'zimiz aloqaga chiqamiz.